Assalomu alaykum. Yangi biznes YouTube kanali obunachilari. Bugun 26-mart 2025-yil. O'zimizning buqalar sotiladi. Xo'p, birinchisi Angusga gibrid. Yani Qozog'istonda Angus deb olganman. To'qol variantidan. O birkalargacha turibdi. Yeb ichishi вообще zo'r lekin. Orqalari. Xudo xolasa to'lishni boshlagan. Yeb turibdi. Yem ham yeganda 1 kilo kepak, 1 kilo kunjara yeb turibdi. Vesi 430-460 kilo atrofida chiqadi. Gazli mol. Kichkina mol emas. Bo'ylari ham o'sha 125-130. Kalalari. Yeb ichishi вообще zo'r. Xo'p, ikkinchisi Qirg'iziston Shves. Buni ham yeb ichishi zo'r. Xullas hammasi uchovi ham yeb ichishi garantiya. Mana ishi. İkincisi ham shu 400+. Bo'yi 125 plus, buniki 130+. Mana yeb ichishi. Вообще qo'ra bu hali usulini yemga tushgan yo'q bular. Bunisi ham kunjarani endi yeyapti. Kunjara ko'rmagan. Kepay bilan makka uni berib turibmiz. Mana orqalari. G'olasi bu ham 400+ endi. Vallahi halam. Bo'ylar 125 bo'lgandan keyin 430-440 ham chiqar balki. Vallahi halam. Uchinchimiz Simentalga gibridmi? Limuzinga gibridmi? Lekin limuzin deb olingan. Qozog'iston limuzini ham uzunligidan ham bilinib turibdi o gazini. Bo'za, hali buzoq bu. Buni ham yeyishilar ichishi zo'r. Bo'yi 120 ga beraveramiz. 120 ga berilaveradi. Xo'p, hammasi optim sotiladi. Agar bitta olaman deganga hisobi chiqsa, xullas nech pul desa bo'ladi. 24 million ketaveradi. Ikkovini jupini 50 million so'mga ketaveradi. Mana oxirgi bo'lish narxlari aytilyapti, bundan kami yo'q. 26 millionga ham xaridor bo'lgan. Bir hafta oldin 26 millionga bunisiga xaridor bor edi. 26,5 mingga. 26,5 millionga deganim. Xo'p. Taroziga tortib olaman deganlar, mana shuni o'zini 65 mingdan tortib beraveraman. Zot. Bunisini 60 mingdan tortib berilaveradi. Narigi tortilmaydi. Shunday 24 millionga olganga ketaveradi. Lekin donalar sotilmaydi, hammasi bitta. Hammasi bitta joyga ketadi, xudo xolasa. Kimga yoqqan bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Shuni orqasini ko'rsatmadimmi buni? Orqasini ko'rsatib bering. Mana orqalari. O'ta gazdiyman. Bunimizdan qo'l baqotidan. Orqalari kelishgan. Tepalari to'lishni boshlagan. Bunisicha qorong'i bo'lyapti. A'dan ko'rsataylik. Shu katta mol bu. Ko'rganda bilinadi, hali buzoq bular hammasi. 450 kilo chiqib qolishi ham mumkin. Mana orqalarini ko'rsatay. Boshlar yuvosh hammasi. O'pish olaman deganga xullas 75 millionga ketaveradi. 75 million ketaveradi.
26,5 million, 25, 24. Hammasi bitta sotiladi, donalar sotilmaydi lekin. Ikkovini olaman deganga juplab sotaveramiz. Buni o'zi bo'lsa qolaveradi mana. Nari ikkovini o'zi juplab ketaveradi. 25, 24, 49 ga ketaveradi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Paxtakorda. Marg'ilon Yazovon yo'lida. Yazovon ko'rikka 6 kilometr joyda. Yeb ichishlari garantiya. Ertalabda video qilinyapti. Hali qoni chiqqani bular.